hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. İrlandiya Tashqi ishlar, tijorat va davlat mudofaa ministri Dublinda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining ziyoratini qabul qilgan. İrlandiya hukumat to'rining 17 fevral kunidagi xabariga qaraganda, İrlandiya Tashqi ishlar, tijorat va davlat mudofaa ministri Tanisi Simon Harris Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining ziyoratini qabul qilgan. Ministrlar ikki taraflik munosabat, Yevropa ittifoqi Xitoy munosabati, ko'p taraflik aralashish va rayon xalqaro masalalar qatorliq bir qator temalar ustida muzokara olib borgan. Tanaisti Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ochiq-oshkora, odil va o'zaro qabul qilingan parametrlarni asos qilgan va o'xshash shart ostidagi dunyoviy ko'p taraflik savdo sistemasi asosida bu munosabatni saqlab qolish va kuchaytirishga qiziqadiganligini ta'kidlaganligi, fursatdan foydalanib Irlandiya uchun muhim bo'lgan bir qator savdo masalalarini o'tirg'a qo'yganligi, Xitoydan Irlandiya kala go'shining Xitoyga kirishini asliga keltirishni talab qilganligi, ikki davlatning oliy ma'rif aloqasini muzokara qilganligi, Irlandiyaning Xitoyning kishilik huquq vaziyatiga bo'libmi Hong Kongning davlat bexatarlik qonuni va atalmış Şinjan və başqa joylardagi Xitoy osonlik deb atalgan millatlarga qilgan muomalasiga bo'lgan andisini o'tirg'a qo'yganligi, ko'ngil biladigan barliq kishilik huquq masalalarini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq qurilmasi ichida atrofliq muzokara qilish va tekshirishdek Irlandiyaning uzundan buyongi ko'z qarashini ta'kidlaganligini, yana Ukraina va O'rta Sharq vaziyati ustida to'xtalganligini aytgan. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti İrlandiya hökumətiga bo'lgan talablarni o'tirg'a qo'yib, ijtimoiy axborot vositalarida o'rtoqlashdi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi 17 fevral kuni e'lon qilgan bayonotida mustamlika ostida ig'ir azob-uqubat tortib, mustaqilligini asliga keltirgan davlat bo'lish sifati bilan Irlandiyaning Xitoyning Şərq Türkistonni ishg'ol qilib olishiga qarshi turish axloqiy majburiyati bor. Xitoy hukumatı Şərq Türkistonni ishg'ol mustamlika qilib olib, Şərq Türkistan xalqiga irqiy qirg'inchilik, ig'ir zulm va davlat alqigan bostirish elib bormoqda. Irlandiya hukumatining Şərq Türkistonni Xitoyning mustamlikasi, hukmronligidagi ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilishini, Xitoyning davomlashtirayotgan mustamlikasi, irqiy qirg'inchilik va davlat alqigan bostirishlarini ayblashini, shundoqla Şərq Türkistonning tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llashini talab qilamiz. Bundan boshqa biz Irlandiyani Şərq Türkistonning xalqaro sud mahkamasiga sungan arzini qo'llab, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan Xitoy katibaşlarini javobgarlikka tortib, adolatni qo'lga keltirishga chaqiramiz. Sukut qilish zolimlarni jasoratlantirdi. Irlandiya egilik huquqini asliga keltirganiga o'xshash Şərq Türkistonmi o'zining mustaqilligini asliga keltirishga tirishadi. Biz Irlandiyaning tarixning o'ng tarafida turib, erkinlikni qo'lga keltirish ko'rishimizni qo'llashini talab qilamiz dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin İrlandiya hökumətiga qilgan talab iltimosi matbuotlarda kechikmayli xabar qilindi. The Tribunal xabar turi 18 fevral kuni mazkur bayonotni tafsiliy xabar qildi. Amerika tashqi ishlar ministrligi Tayvan mustaqilligiga qarshi turish iboralarini tor bekatidan chiqargan. Amerika tashqi ishlar ministrligi tor bekatidan Amerikaning Tayvanning Xitoydan mustaqil davlat bo'lishiga qarshi turadiganligiga oid iboralarni chiqarib tashlagan. Bu Amerikaning Xitoyga qaratgan siyosatining zo'r o'zgarishidan derak beradigan. Milliy taftish xabar torining 17 fevral kunidagi xabariga qaraganda, ministrlik ilgari biz Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan bo'lib, yakshanba kuni Tayvan markaziy axborot agentligi tomonidan tunji qatim e'lon qilingan yangi bayonotda Amerikaning Tayvanning mustaqil davlat bo'lish yo'lidagi harakatini, uning egilik huquqli davlat bo'lish salohiyatini rasmiy e'tirof qilgan asosda qo'llaydiganligi ko'rsatilgan. Dokladda biz Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligiga davomli qiziqamiz. Biz har ikki tarafning hozirgi holatdagi bir taraflama o'zgarishiga qarshi turamiz. Biz ikki qirg'oqdagi ixtilofning majburlashdan xoli holda ikki taraf qabul qila oladigan tinch yo'l orqali hal qilinishini umid qilamiz deyilgan. Tor bekatning yanglishi Tayvan tarafidan olqishga sazovor bo'lgan. Tayvan tashqi ishlar ministrligining tor bekatidagi munosabatlik bayonda Amerikaning Tayvan mustaqilligini qo'llaydiganligi va aktiv pozitsiyasini mamnuniyat bilan qabul qildiganligini aytgan. Xitoyning diplomatiya ministri Go Jiakun Amerikaning Tayvan haqidagi maydonida jiddiy chekinish paydo qildi deb ayblagan. Go biz Amerikani Tayvanning mustaqilligini qo'llashdan voz kechib, Xitoy-Amerika munosabatining va Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligiga texim ko'p ziyon yetkazishdan saqlanishni talab qilamiz degan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi ziddiyat kuchaygan bo'lib,
Amerika Tayvanni mustaqil egalik huquqliq davlat deb e'tirof qilmasimi, ammo u yanada Tayvanning eng cho'ng qo'llovchisi va qurol bilan ta'minlaguvchisi. Prezident Donald Trump oldingi hafta Tayvanni yerim o'tkazgich o'zak sanoatidagi Amerika peyini o'g'irlagan deb ayblagan va Tayvanda yasalgan yerim o'tkazgichdan 100% tamojna beji oladiganligi haqida tahdid qilgan. Trumpning tamojna beji tahdidiga qarata Tayvan Oqsaroy bilan texmi ko'p aloqa qiladiganligi va Amerikaga texmi ko'p mablag' soladiganligi to'g'risida qasam bergan. Tashqi ishlar ministri Marko Rubio uzundan buyon Amerika Tayvan munosabatining kuchayishini tashabbus qilib kelgan. Oldingi oydagi Kengash palatasining guvohlik yig'inida Amerikaning Xitoyning orolga tajovuz qilishining oldini olishni umid qilib, Tayvanning harbiy mudofaasini kuchaytirishga yordam berishga chaqirgan. Sharq Turkiston Surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi buningga ijtimoiy axborot supsi X'da imkoz qaytirib, Amerika tashqi ishlar ministrligining Tayvanning mustaqilligini qo'llamaymiz degan iborasini chiqarib etishi muhim bir qadam. Oqsaroy cho'qim asr davlat qonunini yangidan yo'lga qo'yishi, Xitoyning ishg'oliyati ostidagi asr davlat Sharq Turkiston bilan Tibetning mustaqilligi va hurligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashi lozim dedi. Xitoy Sharq Turkiston va Tibetda majburiy emgakni texmo kengaytgan. Amerika Avazı xabar torining 13 fevral kunidagi xabarda aytilishicha, Xalqaro emgakchilar tashkiloti yangidan e'lon qilgan dokladida Xitoy katibaşlari atalmış Şinjan va Tibetdagi majburiy emgak uchun atalmış kasbiy mahorat tarbiyasi va tarbiyalash markazini ishlatib qolmay, yana yezi qishloqlardagi 5 emgak kuchlarini Sharq Turkiston sirtidagi Xitoy davlat rahbarligidagi emgak programmalariga keng ko'lamda yo'tkagan. Dokladda nomratliq darajasini tekshirish va nazorat qilish salmoqini qandoq kuchaytirib, o'lkalararo emgak kuchlarini yo'tkashga texmi yuqori nishon belgilab, yakka dehqonlarga yerlarini davlat rahbarligidagi cho'ng hamkorlik kooperativlariga topshirib berishga besim qilganligi ko'rsatilgan bo'lib, buni yakka dehqonlarni ozod qilish jarayoni deb tasvirlagan. Atalmış Şinjan va Tibetdagi necha 10 ming Uyg'ur, Tibet va boshqa Xitoy osonliq deb atalgan millatlarni quyosh energiyalik batareya va boshqa turlik batareya ishlab chiqarish, fasil xarakterlik yezigilik ishlab chiqarish va dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash qatorliq sohalarda ishlashga majburlagan. Kommunizm qurbonlarini xotirlash fondi jamiyatining Xitoy tadqiqotchisi Adrian Zinis Xitoyning majburiy emgak selish qilmishini bag'lashda dal vaqtida e'lon qilinganligini aytgan. Ilgirki xalqaro emgakchilar tashkiloti e'lon qilgan doklad Xitoyning majburiy emgakka selish qilmishining yolg'iz jazo lagerlariga markazlashganligini bayon qilgan edi. Xalqaro emgakchilar tashkilotining eng yangi dokladida Xalqaro ishchilar uyushmasining atalmış Şinjanda tijorat qilayotgan ikki cho'ng majburlash xarakterlik emgak sistemasi to'g'risidagi ayblashlari ko'rsatildi. Birinchi sistema majburiy tutib turish, ya'ni lagerlardagi majburiy emgak selish sistemasi bo'lib, turmaga solanganlarning sirtidagilar to'qimachilik, elektronlik mahsulotlarni ishlab chiqarish qatorliq kasblarda doim majburiy emgakda selinadi ekan. İkinci sistema dokladda tafsili bayon qilinganidek 5 emgak kuchlarini davlat rahbarligidagi emgak programmasiga turkumlab yo'tkab, ularni an'anaviy turmushdan quyosh energiyasi batareyasi va turlik batareya ishlab chiqarish, fasillik dehqonchilik va dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash qatorliq kasblarga yo'tkashni o'z ichiga oladi ekan. Dokladda yana Tibet emgak kuchlarining yo'tkilishiga nisbatan andishalar, Tibet ko'chmanlari va dehqonlarning an'anaviy turmushini qamdash odatlarini o'zgartib, tosh yo'l yasash, kanchilik yoki yemaklik pishiqlab ishlash qatorliq kasblarda o'lchamlik naq pul bilan ta'minlaydigan xizmatlarga almashtirish uchun harbiy uslubdagi kasbiy tarbiyalash va siyosiy kadrlarni ishga solish qatorliq majburlash tadbirlarini yo'lga qo'ydiganligi va bundaq bo'lganda dinning ta'sirini azaytqili bo'ldiganligi gavdalantirilgan. Siyosiy xitob mayli o'yg'otish tipidagi bo'lsin yoki yetaklash tipidagi bo'lsin, reallikni saxtalashtirishga, sun'iy andisha yaratish orqali qilinayotgan urinishlarni vazniga tushmagan usulda yo'g'intishga xizmat qilmasligi lozim. Eng muhimi siyosiy xitoblar haqiqiy reallikni aks ettirmaslikka xizmat qilishni bas qilishi, chin amaliyotning saxtalashtirilgan realliklar ostida bosurilib qilishiga yoki haqiqiy bo'lganning o'rniga majozning dastishiga xizmat qilmasligi lozim. Bu vajidan siyosiy xitoblar xalqni yetaklashda mavjud krizisning xatirini mubolag'alashtirsa bo'ladiki, ammo uni badtamlashtirsa, reallikqa xilof ta'birlar bilan tushuniksizlashtirilsa, vaznidin oshirib cho'ng ko'rsatishning vositasi qilib olinsa bo'lmaydi. To'g'rini to'g'rining eng to'g'risi bilan izohlashga bo'ladiki, xatoni takror va takror sinashga, zihniyatga, tutumga va amaliyotga tatbiqlashga mashrulik vositasi qilib ishlatishga bo'lmaydi. Undaq bo'lmaganda bundaq topning qulluq jamiyatning manqurt yo'lboshchilaridan farqi qolmagan bo'ladi.
Oqibat o'zining ketayotgan yo'lini da'voga xizmat qilish ekanligini unutib, bara-bara qilayotganlarini da'voning o'zi deb atashdan yanmaydi. Xuddi vatandagilarning ximir turishliq o'rnini chet eldagilarning o'rniga almashtirib qo'yib ketavergandek. Bu yana o'z navbatida diktator zihniyatining uchqunlariga o't piltisi bo'lishning muqaddimasini hozirlashdir. Chunki atrofdagilarning qosh qapoqqa boqadigan tiplardan tashkillanishi binormallikqa qarata o'rtaq taklif fikr qilishdan yegan yuz ichgan gal elayotgan ta'minotlar yoki allaqandoq manfaatlarning to'solg'i bo'lishi siyosiy xitob egalarining relisining tormozini kardan chiqarishiga elib bordi. Demak, masala nuqul shaxsda emas, shaxs bilan sapdoshlikda ketayotgan kollektivda o'rtaqdir. O'rtaq xatolik takrorlanganda bo'lsa, buni tuzab qo'yish, masalaning xato qismini echib fosh qilish bayqaganlarning mas'uliyatiga aylanadi. Burhan Muhammadning siyosiy xitoblarda kechayotgan Nuhning kimisi va ximir turish safsatasi haqida nomli maqolasidan elindi. Sizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.